Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimi yanada takomillashtirilishi haqida bo'ladi. Agar bizning videomizni xayrli va manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borishi uchun bir dona like tugmachasini ham ma'zur ko'rsangiz bosib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimi yanada takomillashtiriladi. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash, rekonstruksiya qilish va tutash hududlarni obodonlashtirish yo'nalishida markazlashgan manbalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini saralash va amalga oshirishda quyidagi tartib o'rnatiladi. Loyiha takliflari xalq deputatlari, tuman va shahar kengashlarida muhokama qilinishi va faqatgina ularning qarori bilan ma'qullangandan keyin amalga oshirilishi shart. Shakllantirilgan loyiha takliflari bo'yicha loyiha oldi tadqiqotlari mahalliy davlat hokimiyati organlari, ko'p kvartirali uylarning boshqaruvchilari, loyiha tashkilotlari bilan birgalikda har bir hududning xususiyatlarini inobatga olgan holda o'tkaziladi. Shuningdek, ko'p kvartirali uylarning tutash hududidagi barcha daraxt va butalar boshqaruvchilar tomonidan xatlovdan o'tkazilib, ma'lumotlar Mening uyim axborot billing tizimida aks ettirib boriladi. Ko'p kvartirali uylardagi markazlashgan ichimlik suvi iste'molchilariga daraxt va butalarni sug'orish ishlarini hisoblagichlar o'rnatgan holda sutkaning har qanday vaqtida amalga oshirishga ruxsat beriladi. 2026-yil 1-iyuldan boshlab Toshkent shahrida ko'p kvartirali uylarda umumiy yig'ilish o'tkazishni tashabbus qilish, o'tkazish va qaror qabul qilish, shartnomalarni tuzish, boshqaruvchilar tomonidan murojaatlarni qabul qilish va ularni ko'rib chiqish faqat Mening uyim (ABT) da amalga oshiriladi. 2027-yildan boshlab mazkur tartib respublikaning barcha hududlariga tatbiq etiladi. Majburiy to'lovlar va ko'p kvartirali uylarda umumiy mol-mulkni ijaraga va foydalanishga berishdan tushadigan to'lovlar hisobi faqat Mening uyim (ABT) orqali yuritiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.